Bas. Oldu. 12 çıktı. Neredeyiz? 3. Bas. To'xta. Bas. Bas. Ha, Oldu. 2. 2. Qani? Oldu. 1. Agar bir zo'r olsa, prikladga quyib Bas. qo'yamiz. Bas. Tak. 2 bilan 3 tami? 2 bilan 3 ta 8, 11 12 bir ham qoniqarli holat. Lekin galovka ochiladi. Bo'ldi, iloji yo'q. Hozir buni yetdi, bu yerda ikkita taxminimiz bor. Yo galovka prikladga o'rtasidan uzilib qolgan, yoki klapan qisilib qolgan. Bizni taxmin 99% galovka prikladga bo'lsa kerak. Fikringlar qoldirib turinglar. Ungacha biz ochamiz.